Aka, mana bu ichkaridachi ana balla bor-da, anaqa. O'shani shu ballarini ham shuna qarab bersangiz, pastda bo'ladi, o balla. O ichida bo'ladi. Men nima qilaman? Yo, o'shani ko'rib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi bo'ladi. Qarang, mana bu hozirni yechasiz-ku mana tegida опорный diska bor-da mana. Diskani mana siqadigan kalotka bo'ladi. O'shani yechasiz, ya'ni yechib, ana ichida kalotkasi bo'ladi опорный diskani siqadigan. O'sha kalotka yeyilib ketsa, опорный diskani qisadi, keyin chiyillash boshlaydi. O'sha chiyilmasligi uchun shuni o'sha kalotkani yechib almashtirib, yengisidan, chiroylisidan originaldan qo'yib yuborasiz, xo'pmi? Yaxshi bilarkansan-a? Ha? Maqim. Lekin men qilish bilmayman, emasman. Mashina tegida podushkasi bor. O'shani yechish kerak-da. Qaranglar, mana bu tegida podushkasi bor-da, o'shani shundoq qarash kerak edi, olib tozalab keyin ani qilish kerak. Keyin ani antifrizda u rulli gidravlikasi, shu gidravlikaga ham yaxshi bo'lish uchun shularni tozalab qarab, ana disklarni almashtirib qo'yarsizlar. Sen Kaspindami? Rolikmi? Menga qara uka. Ha, ro'za og'izmanda. So'kina olmayman. Tushunsam? Lekin qog'ozga o'rab, akkuratni senga shuni yetkazib berishga harakat qilaman lekin. Ishxonangga borgin. Ishingga bor bo'lib qolgin. Xo'p. Ishimni qanaqa qilsam?